Parxorlar mallobxaga, turkumi vakillari qanotsiz bo'lib, qushlarning va qisman sut emizuvchilarning parazitlari hisoblanadi. Parxorlarning tanasi bir oz yasilashgan, kozlari o'z navbatida reduksiyaga uchragan. Ularning tanasi tegiz, odatda sertuk, kattaligi 5-11 mm. Boshi yirik, ko'krak qismidan ko'ra kengroq. Ogiz apparati kemiruvchi tipda, parazitlik hayotiga maxsus moslashgan. Oyoq panjalari 1-2 bo'gimdan iborat bo'lib, bitta yoki ikkita tirnoqcha bilan tugallanadi. Parxorlar o'zlarining tuzilishi bilan bir tomondan pichanxorlarga o'xshasa, ikkinchi tomondan bitlarga o'xshab ketadi. Parxorlar patlar, parlar, sochlar, tuklar orasida yoki terida parazitlik qilib hayot kechiradi. Ularning ayrim turlari hatto yirik qushlarning ogiz boshligida uchrab, ularning endoparazitlariga aylangan. Parxorlarning tuxumlari qopqoqchali bo'lib, patlarga, sochlarga, junlarga yopishib turadi. Shunday tuxumlardan tez muddat ichida lichinkalar paydo bo'ladi. Lichinkalar o'z tuzilishiga ko'ra voyaga yetganlariga o'xshash, faqat o'lchamlari va teri pigmentlari bilan farq qiladi. Parxorlarning umumiy rivojlanishi 3-4 haftani o'z ichiga oladi. Ular asosan teri epidermisi, patning ayrim qismlari, teridan ajraladigan mahsulotlar hisobiga, shuningdek, yaralardan ajraladigan moddalar hisobiga oziqlanadi. O'zlari yashayotgan organizmni juda ham bezovta qiladi. Buning evaziga hayvonlarning mahsuldorligi kamayadi. It va mushuklarning junxorlari jun ostida yashab, parazitlik qilish bilan birga, ba'zan ayrim tur parazit chuvalchanglarning tuxumlarini ham tarqatadi. Parxorlar turkumi o'z navbatida ikkita kenja turkumga va bir nechta oilaga bo'linadi. Haqiqiy parxorlar kenja turkumiga oqish tovuq parxorini misol qilib olish mumkin. Pat va junxorlar kenja turkumiga esa tovuqlarning bosh parxori va kaptar parxorini ko'rsatish mumkin. Shuningdek, ularga kattaligi 4-5 mm keladigan yirik o'rdak parxori, it, mushuk va boshqa sut emizuvchilarda uchraydigan junxorlarni ham ko'rsatish mumkin. It va mushuk junxorlari odamda parazitlik qiladigan bir tur gijjani yuqtiradi. Kimyoviy preparatlardan foydalanib, parxorlarga qarshi kurash olib boriladi. Parxorlar turkumiga 2600 ga yaqin tur kiradi. Shulardan 300 ga yaqin turi sut emizuvchilarda, qolganlari esa qushlarda parazitlik qiladi. Ulardan taxminan 400 ga yaqin turi MDH mamlakatlarda uchrashi qayd qilingan.